Opajon assalomu alaykum. Ko'rmisiz, charchamayapsiz. Xalqim eshitinglar, layk bossin. Nima bo'ladi, aka? Kechga dalinalar chiqyapti, har kun kechga. Aha, nima bo'ladi? Nimadan bo'ladi, opajon? Yo'q-e? Kim bo'lasiz? O'g'illari bilan. Ha. Xohlaysizmi, onajon 20 yilga yoshlatira olaman. Ha, shunday bo'lar aka. Siz yolg'iz qolib ketasiz, aytib qo'ying. Manman degan shahzodalar kelgan o'qlar. Xafa bo'lish yosharsalar bo'ldi. Xafa bo'lishi. Oshib aytasiz. Go'zallik ana jahon bo'yicha qirolichalar qatnashaki, go'zallik bo'yicha. Shunga olib chiqaman. Nima deysiz? Bo'ladi. Bo'ladi, ha? Bo'ladi. Faqat siz aralashmaymiz hayotga. Opajon, 10 minglik beraman. Har kuni bitta shimib turasiz. Cho'qiyotmay, urug'i kuchlilik qilasiz. Xo'pmi? Dabatkalar, qo'shandalar, to'yinalar, nevara, chivara, ivara bonuslari bilan. Qaynatib ichuvering. Urug'ini yeb qo'ymang, maslahat, aytib qo'ying. Ketgan dunyo go'zal bo'lishga tayyormisiz? Buni ushlab oling birinchi. Yaxshi kunlarga ko'rishaylik, opajon. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Mana akamiz faxrlanib yursin, xudo xolasa siz bilan. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Duo berish shart emasmi? Ya. Ha, bo'ldi. Sog' bo'linglar. Mayli, sog' bo'linglar.